Arbelovaning kechagi o'yindan keyingi matbuot anjumani. Afsuski, bugun biz deyarli hech qanday xavfli vaziyatni raqib darvozasi oldida amalga oshira olmadik. Dastlab biz shunchalik past himoya blokida o'ynashni rejalashtirmagan edik. Balki shuning uchun Bavariya o'yinni juda ko'p nazorat qildi. Jamoa bilan ko'p gaplashdik, to'pni yo'qotmasligimiz kerakligini aytdik, ammo afsuski aynan bizning yo'qotishlarimiz natijasida raqib 2 ta gol urdi. O'ylaymanki, 1-2 hisobda biz juda xavfli o'yinni boshladik. Hisobni tenglashtirishga harakat qildik. Agar 3-golni o'tkazib yuborganimizda bu juda yomon bo'lar edi. Bunday vaziyatlarda biz oqilona harakat qilishimiz kerak, lekin ba'zida bu oson emas. Ikkinchi bo'limda ayniqsa hujumda ancha yaxshi o'ynadik. Nima bo'lganda ham biz Chempionlar Ligasi yarim finaliga chiqamiz deb umid qilamiz. Madrid har qanday stadionda g'alaba qozonishi mumkin. Agar Bavariyani Allianz Arenada mag'lub eta oladigan jamoa bo'lsa, bu Real Madriddir. Men o'yinchilarimga qoyil qolaman. Bugun ular oxirgacha kurashdi. Ularga to'liq ishonaman. Shuning uchun javob uchrashuvda Bavariyaga qarshi g'alaba qozonishga juda ishonaman. Myunxenda 100% kuchimizni beramiz. O'yinchilarimiz kiyinish xonasida allaqachon biz Bavariyani mag'lub etamiz deb aytishmoqda. 70-daqiqada Vinicius bilan gaplashdimmi? Ha, unga yana bir gol urishimiz kerakligi va o'zimizni to'liq yo'qotmasligimiz kerakligini aytdim. Chouameni olgan sariq kartochka haqida nima deya olasiz? Hakam bu epizodda nima ko'rganini bilmayman va nega Mbappega qarshi qoidabuzarlik uchun chetlatilmaganligini ham bilmayman. Javob uchrashuvda Chouameni o'rnini kim egallaydi? Keyinroq qaror qilamiz. Nega Bellingham o'yinni zaxiradan boshladi? Siz o'ylaysizmi, men buni xohlagandim deb? Men Judning har bir o'yinida 90 daqiqa maydonda bo'lishni afzal ko'rar edim. U bizga juda yordam beradi, lekin uzoq davolanishdan keyin to'liq tiklanishda ehtiyotkorlik ko'rsatishimiz kerak. Mbappe Bavariyaga qarshi o'yinni ajoyib o'ynadi. Mana shunday Kilianni maydonda ko'rishni xohlayman. U doimiy ravishda raqib darvozasi oldida xavfli vaziyatlarni yaratadi. O'yinning barcha jihatlarida ishtirok etadi. Mbappe dunyoning eng yaxshi futbolchisi. Karyerasi ajoyib o'yinchi, dunyodagi eng yaxshi qanot himoyachilardan biri. Men unga to'liq ishonaman. U Bavariyaga qarshi o'yinda saboq oladi. Har holda Olesi kabi juda iste'dodli va tezkor futbolchiga qarshi turish qiyin. Neuer bugungi o'yinning eng yaxshi o'yinchisi deb rasmiy tan olindi. Bu shuni ko'rsatadiki, biz haqiqatan ham Bavariyaga zarar yetkazishimiz mumkin. Jamoaning motivatsiyasi va ruhiyatini tiklash ustida ishlashimiz kerakmi? Yo'q, biz o'yinimizni yaxshilashimiz kerak. Futbolchilarimizga qo'shimcha motivatsiya kerak emas, ular allaqachon ishtiyoqqa to'la. Thank you very much.